Gepatit B jinsiy yo'l bilan yuqadi. Shuning uchun yangi tug'ilgan chaqaloqni unga qarshi emlashga hech qanday sabab yo'q. Menimcha, bola 12 yoshga to'lguncha kutish va shundan keyingina emlash kerak. Biroq Tramp adashmoqda. Yangi kasallanish holatlarining yarmidan ko'pi bolalarda kuzatiladi. Yuqish odatda onadan o'tadi va ona o'z infeksiyasi haqida bilmasligi ham mumkin. Eng dahshatlisi, aynan chaqaloqlarda kasallikning surunkali bosqichiga o'tish xavfi juda yuqori, taxminan 90%. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda 254 million kishi surunkali gepatit B bilan yashamoqda. Ularning 15-25%da vaqt o'tishi bilan jigar sirrozi, jigar yetishmovchiligi yoki saraton kabi kasalliklar rivojlanadi. Umuman olganda, gepatit B jigar saratoni holatlarining yarmiga sababchi bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vaksina juda samarali. Agar u erta qilinsa, jigar saratoni va bolalar gepatitining 70-85% ni oldini oladi. Shuning uchun uni iloji boricha ertaroq hamma uchun qo'llash tavsiya etiladi. Buning salbiy tomonlari yo'q, foydasi esa beqiyos.